Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysi yerinde yaşayotgan Şarkı Türkistanlık aziz vatandaşlar, teşkilat mensupları, azizlerim ve Şarkı Türkistan halkı. Bugün 2025'de 2. ayının 27. günü Tayland Bangkok'ta butkul Şarkı Türkistan halkını çoğunqur bir qaygıga saladigan ve şundaqla 2 aydan beri yurtimizni laqit qilayotgan, guman qilayotgan bir xabarninki rastlaşayotgan bir voqeaga yuzlanyapmiz qarindoshlar. Bu yerda Tayland hukumatidan sahar soat 2dan tortib hozirga qadar bo'lgan davolg'ishlar hukumat tarafdan, tashkilotlar tarafından ve aloqador taraflardan kelgan xabarlarga asoslangan chog'da bu yer tutib turilayotgan 48 nafar Sharqiy Turkistonlik qarindoshimizningki allburun Xitoy qaytirib kelganlik ehtimolligi yo'q emas. Bu amaliyotda dunyoni, xalqaro jamiyatni, insoniyatni va insonlarni o'zininki qaytadan bir uyg'unishga chaqiradigan bir savol bo'lganligi uchun Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi İstanbul'da turayotgan, Turkiya turayotgan barliq qarindoshlarni bugun soat 11da Xitoy konsulxonasining oldida xalqaro jamiyatga, Turkiya hukumatiga, Tayland hukumatiga va Xitoy tajovuzchilariga beradigan xalqimizning o'rtaq ovozini anglatish va shundaqla bu 48 nafar qarindoshimizga bo'lgan yuragimizdan chiqayotgan qarindoshligimizni yetkazish uchun bir namoyishga chaqiriq qilyapmiz qarindoshlar. Bu yerda men Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligining muavir raisi Nur Muhammad Turkistoniy bo'lish sifatim bilan barliq qarindoshlarimni mushu masalaga bevos ko'ngil bo'lgan, kech-kechalab duo qilayotgan va qarindoshlarimizning amonligi, o'rlik uchun barliq uchun sarf qilgan azizlarningki hozirdan tortib barliq amaliyati bilan, barliq ruhiyati bilan, vijdoniy iymoni bilan masalaga to'g'ri yo'sinda muomala qilishini uyushtirilgan davlatlardagi tashqi ishlar ministrligiga, Taylandning tashqi ishlar ministrligiga, Taylandning elchixonalariga va Tayland hukumatiga va xalqaro jamiyatga, BDTga, inson huquqlari komissiyasiga va boshqa barliq qo'limizdan keladigan va og'zimizni yetkaza oladigan taraflarga masalaning jiddiyligini, dunyoninki, insoniyatninki va adolatninki yuziga sepilgan bir qora tamg'i bo'lib qolganligini eskartaylik qarindoshlar. Ben yana bir qatim İstanbul'da yaşayotgan barliq qarindoshlarimni bu chaqiriqni xalqaro tashkilotlar birligi e'lon qildi demasdan, bu xalqimizningki, millatimizning va davlatimizningki insonlikqa qilgan o'rtaq chaqiriqi deb birlikda chiqishini chin yuragimdan tavsiya qilaman va talab qilaman. Alloh subhanahu va taolo hammamizni da'voda mustahkam, iymonimizni sog'lom ve şundaqla qirvatqa yurayotgan bu yo'limizda mustahkam qilsin. İnşallah hammanglarninki sihi ve mert duolaringlarga muhtoj bo'lgan qarindishinglar ve şundaqla avlodlaringlarga munosabatli bo'lgan bu da'voninki bir sahib bo'lish sifatim bilan azizlarim hammanglarni bugungi namoyishga ve bugundan itibaren dünyanın başka joylarida bo'ladigan ve bo'lish imkoni bo'lgan barliq qonunlik vositalar bilan Xitoy davlatiga qarshi turish, Tayland hükümetininki bu adaletsiz siyosatini ayıplaydigan barliq qonunlik yo'llar bilan biz harakat qilishga chaqiramiz. Allah hammanglardan rozi bo'lsin. Tekrar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.